Assalomu alaykum. Yana bitta navbatdagi kotelni boshladik, xudo xolasa. Bunkerni kotel. Tepasidan tashlanadi. Mana shu tomon tepasi. Tepasidan to'ldiriladi. Pastdan olov yoqiladi. Qizib turgan olov mana shundan chiqib, tepaga chiqib, pastga bitta tushib, yana tepaga chiqib ketiladi. Bemalol 150 kvadratgacha bo'lgan joylarni isitadi. Buni ham bunkeri 70 kilogacha bo'lgan ko'mir oladi, zapravkasi 5 soatdan 12 soatgacha. Bu nijniy горение. Pastdan yonadi. Mana bitta monstrimiz. Bu ham ko'mir kotel. Bu verxniy горение. Bu tepadan yonadi, pastga qarab tushib kelaveradi kuli. Ventilyatori bor, termostat. Bu ham 70 kilo ko'mir oladi. 70 kilo. Assalomu alaykum. Yana bitta navbatdagi kotelni boshladik, xudo xolasa. Bunkerni kotel. Tepasidan tashlanadi. Mana shu tomon tepasi. Tepasidan to'ldiriladi. Pastdan olov yoqiladi. Qizib turgan olov mana shundan chiqib, tepaga chiqib, pastga bitta tushib, yana tepaga chiqib ketiladi. Bemalol 150 kvadratgacha bo'lgan joylarni isitadi. Buni ham bunkeri 70 kilogacha bo'lgan ko'mir oladi, zapravkasi 5 soatdan 12 soatgacha. Bu nijniy горение. Pastdan yonadi. Mana bitta monstrimiz. Bu ham ko'mir kotel. Bu verxniy горение. Bu tepadan yonadi, pastga qarab tushib kelaveradi kuli. Ventilyatori bor, termostat. Bu ham 70 kilo ko'mir oladi.